Assalomu alaykum. Barchaga xayrli tong. Bizda hozir soat 5:30 va men sayohatga otlandim. Avtobus kutish jarayoni bu. Koreyaning Kangring shahriga borishim kerak. Bu yerdan Kangring shahri yo'l masofa 5 soat. Kamida 5 soat ketadi. Avtobus kutyapman. Avtobus kelishiga 5 minut bor ekan va avtobus keldi. Men yo'ldaman. Universitetim o'qishimni oldi. Bu yer o'tib ketyapman. Bu yer Tegu shahridagi eng katta vokzal hisoblanadi. Bu yerda tezyurar poyezdlar va tezyurar avtobuslar orqali siz shaharlararo qatnashishingiz mumkin. Men ham bugun poyezd orqali ketmoqchi edim, lekin joylar band bo'lgani sababli avtobusda ketishga qaror qildim. Avtobusim kelishiga yarim soat bor ekan. Shu sababli yarim soat ichimlik ichib kutishga qaror qildim. Men olgan avtobus biletni jo'nash soati 6:40 ekan. Ayni damda soat 6:10. Deyarli yarim soat davomida kutishim kerak. Bir nima qilib soatni 6:40 qildik va avtobus jo'nayapti. Va nihoyat men yo'lga tushdim. Yo'lim deyarli 3 soat. Bu birinchi avtobusimda. Bu davomida men uxladim, qo'shiq eshitdim, kino ko'rdim, kitob o'qidim. Uzoq yo'lga qatnaydigan avtobuslar yo'l davomida o'rtada 10 minut vaqt beradi dam olish uchun, yengilgina ovqatlanish uchun. Va biz ham mana to'xtadik dengizning yonida. Va nihoyat men manzilimga yetib keldim. Ayni damda soat 1:30. Men uydan 5:30 da yo'lga chiqqan edim. Shuncha uzoq yo'l bosib men qayerga keldim? Bu savolga aniq va to'liq javob beradigan bo'lsam, Koreyada 1 yilda 1 marta chet elliklar uchun Koreya madaniyatini o'rgatish dasturi bo'ladi. Agar siz bu dasturda qatnashsangiz, Koreyani bepul sayohat qila olish va Koreyaning madaniyatlarini bepul tarzda tajriba qilib ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Va bu dasturga faqat chet elliklar qabul qilinadi. Bu yerda hozir 20 dan ortiq davlatdan kelgan chet elliklar. Men birinchi tanishgan inson bu xitoylik Chin bo'ldi. Uning ismi Chin. Koreyaga kelganiga atigi 2 yil bo'libdi. Va u meni juda ham chiroyli rasm va videolarga olib berdi. Buning uchun unga alohida rahmat. Va dastur ochilish marosimi boshlandi. Bu ochilish marosimida shu dastur haqida to'liq ma'lumot beriladi. Bu dasturda biz 4 oy davomida nima qilamiz, qanday ishlarni amalga oshiramiz, qayerga boramiz, nimalarni tajriba qilib ko'ramiz va biz nimalarni olishimiz mumkin bu dastur orqali, shu narsalarni tushuntirib o'tib ketiladi. Bizga shu dasturning shlyapasi va sumkasini taqdim etishdi. Bu sumkaning ichida nima borligini mana ko'rishingiz mumkin. Futbolka va sertifikat, bloknot, ruchka. Bu dasturga 80 ta chet ellik suhbat orqali saralab olingan. Bu dasturda qatnashmoqchi bo'lsangiz, siz koreys tilini yaxshi bilishingiz kerak.
자, 우즈베키스탄. 예! 아까 중국 그냥 넘어갔는데 중국 한번 손 들어보세요. 중국. 예. 그다음에 우즈베키스탄. 아살라무알레이쿰. Waalaikum assalom. 라흐맛. 우즈베키스탄은 라흐맛으로 끝나요. 맛. 그래서 제가 우즈베키스탄에 취재 출장을 갔다 온 적이 있는데요. 제가 거기 가서 그렇게 말씀드렸습니다. 한국의 그 맛, 혀로 느낄 수 있는 맛이 있다. 그래서 단맛, 짠맛, 쓴맛, 신맛이 다 있는데 세상에 제일 좋은 맛은 라구 맛이다. 괜찮았어요? Bugungi videoni shu bilan yakunlayman, chunki barcha videoni qo'ysam vaqt cho'zilib ketar ekan. Keyingi qismlarda siz ochilish marosimidan keyingi sayohatimizni ko'rishingiz mumkin. Rahmat.